Men farzandlar xuddi shu narsani etmasligidan men xursand bo'laman. Bu kimlar uchundir oddiy hol bo'lishi mumkin. Shu narsani o'zimda shakllantirganman. Boshidagi maqsadim rivojlanishdagi xuddi shu bo'lgan. Bu kasbga kirib kelganimdan keyin eng asosiysi har tomonlama rivojlangan ona bo'la oladim deyman. Ham pul taraflama, ham bilim taraflama. Chunki farzandlarim hozirda meni qanaqa ona deb tasavvur qilishadi, hamma narsani biladigan ona deb tasavvur qiladi-da. Oddiy bitta narsa bo'lib qolsa ham shuni telefon qiladi, sababi meni onam biladi deydi u narsa. Telefon qilishadi, mana shu deb so'rashadi. O'sha paytda javob berganimdan keyin atrofidagilarga aytadi, "Aytdim-ku sizlarga, meni oyim hamma narsani biladi" deydi, "Rahmat oy" deb telefonni qo'yadi. Bu kimlar uchundir oddiy hol bo'lishi mumkin, lekin 90% odam bilan gaplashganingizda borib oyingiz bilan maslahatlashing degan paytimda oyim bu narsalarni tushunmaydi deydi. Men farzandlar xuddi shu narsani etmasligidan men xursand bo'laman. Ya'ni meni tasavvur qilgan paytida meni onam hamma narsani biladi deydi. Bitta narsa bor, ota-ona har doim farzandiga yaxshi narsani xohlaydi. Ya'ni eng birinchi maslahatchi bo'lishingiz kerak farzandlaringizga. Shu narsani o'zimda shakllantirganman. Boshidagi maqsadim rivojlanishdagi xuddi shu bo'lgan.